Xo'sh, Qora Shahzoda dedingizmi? Qora Shahzoda xolodilnikka solinmagan, urug'liqqa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, tavsangizlar bo'ladi. O'zimizning Amudaryo tumani Xitoy dehqon bozorindamiz. Necha so'mdan berasiz buni? 1400 so'mdan. Ajoyib. 1000 so'm. 1000 so'mdan damashniy deydi bu ham. Ajoyib. Buncha so'm bu qatiq? 12000 1,5 Ajoyib. So'mdan sut. 10000 so'm 1,5 litrligan. Ajoyib. Ajoyib. Avang. Necha so'mdan bo'latir bular? 1000 so'mdan. Ajoyib. Qora kartochka klasi 1000 so'mdan deydi. Ajoyib. Bozor ovozina e'tibor beramiz bir ozgina. Pomidor 20 deysizmi? Badrang 15. 15000. Karamlar 5000 dedingizmi? 5000 so'm. Olmalarıncha so'm bo'pti. 12000 so'm. Ajoyib. Zo'r. Alaykum. Yaxshimiz? Necha so'mdan ekan kartochkalar? 2,5. Nuv tuxumliq bu? Qara kartochka. Qora kartochka. 2,5 so'mdan. Bu piyozlar necha so'mdan bo'ldi? 1000 so'mdan. Ajoyib. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi bu? 6000 so'm. Piyoz 3000 so'm. Ajoyib. Assalomu alaykum. Pomidor necha so'm aka? 25000. Badrang 13000. Ajoyib. Yana nurning narxini so'ramasdan o'tib ketdim. Albatta kommentariyaga yozing. 1-2 soatdan keyin Mang'it dehqon bozorina borganimizda chiqarib o'tamiz. Bu yerda chiqara olmay qolgan narsalarimizni albatta kommentariyaga sirasiz kirib yozib beringlar. Like bosisham esdan chiqmasin. Like ni desangiz yurakcha bo'ladi video turgan.